Bitta narsani bilinglar, cheksiz narsa-da bu, cheksiz. 7 minus x ning kvadrati 2025-yil necha x bo'ladi? 4x. 100 ni hisoblab ber deyapti. Savol. Bu to'g'ri kasrmi, noto'g'ri kasrmi? Endi mana shu kesma uzunligi 10 bo'lsa, barchaga assalomu alaykum. Demak, bugun sizlar bilan 2012-yil variant tahlilini boshlaymiz. Birinchi variant. Marhamat, ishlab kelgansizlar, xudo xolasa. Chiqmagan savollarni ko'ramiz. Nechidan boshlaymiz? 4dan. Boshlanishi 4. Yaxshi. 4-misol. Ildiz ostida 2012, ildiz ostida 2012, ildiz osti 2012. Bunaqadan cheksiz hisoblang debdi. Xo'p, dadajon qara. Buni javobi masalanda endi 50 chiqishi mumkin masalan. Balki 70 chiqar. Nimadir chiqadi, to'g'rimi? Nimadir chiqadi, shuni qanaqadir x deb olaman. Noma'lum-ku. Tushunarli? Hozir shu misolning javobi x ga teng, x ni topsam, bu misolning javobini topgan bo'laman. Tushundingmi? Bo'ldi. Ildizdan qutulish uchun ikkala tomonga ham kvadrat berdim, qara. 2012, 2012, 2012 mana ikki tomonda ham kvadrat bor, kvadrat. Tushunarli bo'ldimi? Shunda bitta qavat ketadi. 2012 ildiz ostida. 2012 ildiz ostida. Dadajon, yana bitta 2012 yozsam, zarari bormi, yo'qmi? Yana bitta yozsamchi. Cheksiz, to'g'rimi? Boyda nima ketdi, to'g'rimi? Ketaveradi, to'g'rimi? Mana shunaqa, ketaveradi. Endi savol senga ataylab yana bitta yozdim. Diqqat bilan qara. Mana shu narsa nimaga teng edi? X ga. Olib kelib qo'yamiz. 2012 ko'paygan x teng x kvadrat. X deb bo'lsam bitta x qoladi, teng 2010. Tenglamani x topdik. 2012 bo'lgan ekan javob. Tushundingmi ma'nosini? Bitta gap aytaymi sizlarga. Yaxshi gap aytaymi. Kimdir aytadi, ustoz, qanaqasiga bitta qavat ildiz yo'q qolsa, qanaqa men x kelaveradi deydi. Shunaqa muammoni aytadi. Bitta narsani bilinglar, cheksiz narsa-da bu, cheksiz. Cheksiz qavat ildizli bir narsani biz qanaqadir a deb oldik. O'shandan shunchaki bir qavat ketsa zarari yo'q, yana o'sha a bo'laveradi. Boshqa tushuntiraman sizlarga. Pul temasini yaxshi ko'rasizlar. Hammani yaxshi ko'radi, hamma yaxshi ko'radi. Milliarder odam bor. 100 dollar pulni yo'qotib qo'ydi. O'zi yo'qotmaydi ham, o'zi yo'qotib qo'ydi. U kambag'al degan ana plankaga tushib qoldim endi. Uruvinga darajaga tushib qoldim. Yo'q, u hali milliarder. Tushunyapsizlar-a? Xuddi shunaqa. Cheksizdan bir narsa ketsa zarar yo'q. Yana o'sha cheksiz degan tushuncha qolaveradi. Kelishdikmi? Bo'ldi. Keyingisi. Bir narsa aytmoqchi edim, esimga tushib qoldi. 2025-yil imtihonda xuddi shu misolni sinus x ga tushgan. Tushundinglar-a gapim? Sinusliga tushgan. Xuddi birga bir shu. Xo'p, keyingisi. 6-misol. 6da logaritm 5 x plus 5 logaritm 5 x plus 4 ikkita logaritm 5 qo'ynim g'ashta 7 minus x 3 logaritm 5 6 minus x logaritm 5 5 minus x. Diqqat, savol debdi-da. Tengsizlik nechta butun yechimga ega? Nechta butun javobi bor deyapti. Xo'p. Birinchi qiladigan ishim asoslari bir xil, qo'shilganda ko'payadi, ayrilganda bo'linadi. Faqat oldidagi sonlar xalaqit qiladi, u avval darajada bo'lgan, mana bunaqa shaklda. Xuddi qovusda kubi bo'lgan, 3 oldinga tushgan. Qovusda kvadrat bo'lgan, ikkisi oldinga tushgan avval. Tushundinglar-a? Ketdik. Hammasi 5lik-ku. 5 dadil bo'linglar. X plus 5 ko'paygan x plus 4. Jamiki ayruvlar tagiga tushadi. Rozimisizlar? Xo'p, 7 minus x ning qovusda nimasi? Keyingisi 6 minus x qovusda nimasi? Kubi. Katta logaritm 5 minus x dan. Asos bir xil 5 logaritmik tengsizlik tashlab yuboramiz. Ishora o'zgarmaydi. Birdan katta, tushunarli? X plus 5 ni o'zi
x plus 4 ni o'zi 7 minus x ning kvadrati 6 minus x ning kubi katta 5 minus x. Ajoyib, mana. To'g'ri yozdimmi? Bo'ldi, hammasi joyida. Xo'p, yaxshi. Endi qaranglar. Hozir buni bu yoqqa olib o't. Mahraj ber. Tutab ketamiz. Pishamiz. Ishoninglar. Menda bir taklif bor. Taklif sal mana bunaqa narsada vaziyatdan kelib chiqyapti bu taklif. Birdan ideya kelib qolmadi men. Vaziyatdan kelib shu chiqyapman. Nechta butuni bor deb bekorga aytmagan bu shu stringda. Bekorga aytmagan. Qaranglar. Aniqlanish sohaga yopishaman. 7 minus x katta nimadan? 0 dan. Ko'rsatkich-ku. X kichik nimadan? Bu yoqqa olib o'tdim, x kichik 7 dan. 7 dan kichkina sonlarni tanla deyapti. Bu yana kamiga aytyapti. 6 minus x ham bor, xohlasang deyapti. 5 ga qaraylik, mana 5 minus x. Katta 0 dan, x kichik nimadan? Hozir bundan ko'ra bu kuchliroqda. Hozir 5 dan kichkinasini olish kerak. To'g'rimi yo'q? Oddiy tushuntiraman. Son o'qida aniqlanish soha kelishmoqchi. 5 turibdi, chapga kichkinasini olaman deyapti bu. 7 turibdi kichkinasi. Umumiy javob mana bu javobmi baribir? Savol: x minus 5 dan kichkinaroq javob bormi yo'qmi? Yo'q. Nimaga? Chunki mana bu x minus 6 buni orasida. Xullas, mana bularni bu hal qilib bera oladi. Tushundinglarmi yo'qmi? 5 dan kichkinalik. Endi mana bu nisbatlari ham borda. X minus 4, x plus 4 katta nimadan? X katta nimadan? Minus 4 dan kattasi mana bu yerda kesishgan paytda minus 4 dan nimaga ekan javob? Mana buni ham ol deydi. Bundan nima chiqadi? Minus 5. Minus 5 tashqariroqda-da u. Xulosa, minus 4 dan 5 gacha son tanla shu aniqlanish sohaga tushadi. Tasavvur qil. Men bu tellab pishib ishladim, bir amallab. O'sha javobim mana bunga tushmasa bir tiyinmi? Qo'pol qilib aytganda. Bu degani mana buni yo'liga tushishga majburmi? Tasavvur qil, topdim, tushdi, masalan. Keyin javob chiqadi. Undan ko'ra oradan sonlarni tanlab qo'yib ko'raylik aniqlanish soha. Bizga to'g'ri kelsa shu javob to'g'ri bo'ladi. Tushunarli? Bor yo'g'i javob ko'rinishi mumkin. 7-8 ta son bor. Shu qo'yib ko'ramiz x larga. Shu to'g'ri keladimi yo'qmi? Qaranglar. Birinchi o'rinda minus 4 dan oldin minus 3 tanlab ko'ramiz x ga. Minus 3 qo'ysam mana bu joyga 2 ko'paygan. Minus 3 qo'ysam 1 taqsim mana bu joyga minus 3 qo'ysam plus 10 bo'lib ketadi, kvadrati 100. Xo'p, mana bu joy. Minus 3 qo'ysam plus 9 kubi katta xullas. 729 katta minus 3 qo'ysam 8. Savol: bu to'g'ri kasrmi, to'g'ri kasrmi? To'g'ri kasr, mahraji katta, bu to'g'ri kasr. To'g'ri kasr har doim birdan, bu 8 dan kattaman deyapti. Xato. Tushunarli? Shunaqa qilib xullas minus 2 tanlab ko'rasizlar. Xullas minus 2 tanlasam mahraj o'ta katta bo'lishiga ishonasizlarmi? Qaranglar, minus 2 tanlasam plus 9 ujubi juda katta son. Minus hisob plus bo'lib ketaveradi, oshib ketaveradi. Tushunarli jarayon. Minus 2 ham to'g'ri kelmaydi. Minus 1 tanlasam ham qaranglar, mana plus 7 bo'ladi baribir. 7 ning kubi juda katta son. Tushunyapsizlarmi? 0 ham tanlanmaydi, chunki 0 tanlasam 6 ning kubi bo'ladi bu. Borgan sari kattalashyapman. 1 tanlaganimda ham mana bu 5 ning kubi bo'ladi. 1 tanlaganimda 2 tanlaganim mana bu joy. 4 ning kubi. 2 tanlasam mana 5 kvadrat hali. 3 tanlayman birdaniga. X ga 3 tanlab ko'raman. 3 tanlasam mahrajim necha bo'ladi? 4 kvadrati 16. 3 ni qo'ysam 3 27, uzr. 3 ni qo'ysam 8, 3 ni qo'ysam 7. Savol: hali ham to'g'ri kasrmi bu? Tepa 56, mahraj juda katta hali. Hali ham to'xtanglar, bu yoqda anaqa bor. Katta 3 qo'ygan payt Muhammad necha chiqadi? 2. Bari noto'g'ri shartimiz. Mana birdan katta javob chiqmayapti-yu. X kelma qo'yib ko'ramiz. 4, 5 qo'yish mumkinmi? Yo'q. 4 ni qo'ydim, 9. 4 ni qo'ysam 8, 9 kara 8. 4 ni qo'ysam 3 kvadrati 9. 4 ni qo'ysam 2 ning kubi 8 katta. 4 ni qo'ysam 1. Savol: mana ular ketsa nima chiqadi bu yoqda? 1 katta birdan, to'g'rimi? Yo'q. Ancha yaqin keldim, shu 5 ga qo'yish foydasi yo'qdi. Chunki 5 olinmaydi. Oradagi nega 4,5 3,5 olmayapman? Chunki variantda butuni so'rayapmiz. Tushunarli?
O'zi mana bu yerda nimaga ikkilarni, nimaga birlar olmagan sezyapsizlar oradagi? Chunki mana ikki birlach mahraj o'ta katta qo'yadi-da. Tushunarli? Shuni hisobiga. Demak, oraliqda butun yechim yo'q ekan bu. Nechta butun yechim bo'lsa 0 ta. Tushunarli? Bo'ldi. Mana shunaqa javob bo'lar ekan. Sen o'ylaydigan anaqa ekan bu, mantiqiy o'ylaydigan savol ekan bu, ya'ni ishlash kerak emas bu savol. Tushunish kerak, boshqacharoq yo'lda borish kerak. Xo'p, keyingisi qaysi? 12. Qani? o'n ikkida m minus n 4x plus y ni kvadrati n minus n teng 4x minus y minus 32 ning kvadrati. Diqqat savol, y minus x ni qiymatini toping. Y minus x ni qiymatini toping. Zo'r. Y minus x. Xo'p. Sistemani kelib bitta ayirib ko'ramiz. Ayirib ko'rsam, mana bu ikkalasi ayrilib ketib, qo'shsa ekan. Qo'shar ekan. Qo'shsak, mana bu 0, qo'shsa bunisi ham 0. Tushundinglarmi? Savol yo'qmi? Xo'p, qo'shsam 4 ta x minus plus y ni qo's kvadrati 4 ta x minus y ni minus 32 qo'sda nimasi? Kvadrati. Kim edi? Abror. Xo'p, Abror, nima taklif bor? Ikkita kvadratli son qo'shilyapti-da, javobi 0 chiqyapti. T deb belgilash. Xos. Sadriddin? Yo'q, Nodira. Xos. O'zi aytsangiz. Nima qilish kerak? Nimaga? Xo'p, Mahmuda. Nimaga? Zarina. Har bitta suyga qaranglar do'stlar, Abror. Mana kvadrat o'zi musbat degan. Musbat nima degan? 0 dan katta javob chiqaraveradi har doim. Bu ham 0 dan katta. Ikkita 0 dan kattasi o'ylab ko'rganda 5 6. Qo'sh, 0 chiqadimi? 15 20. Qo'shsa 0 chiqadimi? Qachon 0 chiqadi? U ham 0, bu ham 0 bo'lsa, qo'shsa nima chiqadi? Boshqa payt bir-biriga yordam bera olmaydi bular. Tushunarli? Kvadratning eng kichkina kam javobi bu 0. Bu degani, mana bu ifoda ham 0 bo'lsin, bu ham nima bo'lsin? 0 bo'lsin. Yozamiz 4x plus y teng 0 ga, 4x minus y minus 32 teng nimaga? Sistema qilib ishlasa bo'ladi. Tushunarli? Sistemani qo'shib yuborsam 8 ta x qo'shdi y ga ketadi. Minus 32 ni o'zi barobar 0 ga. 8 ta x teng 32 ga, x teng nimaga? 4 ga. 4 ni olamiz, olib chiqamiz. 16 plus y teng 0 ga, y teng minus chiqdi. Y ga minus 16 qo'yamiz, x ga 4 ni qo'yamiz, natija minus 20 bo'lgan ekan. Tushundinglarmi? Savol yo'qmi? Bo'ladi. 18-misol. Demak, 18 da qaranglar. Logaritm asosda 2012 logaritm asosda 5 logaritm asosda 2 ko'rsatkich 32. Kimlarda chiqmadi shu savol? Necha kishida? Bir kishi xolosmi? Qaranglar. Logaritm xossasiga ko'ra darajaga o'tkazib oldiga tushiramiz. Demak, logaritm 2012 turib tursa, hali tushunganim yo'q unchalik. 5 logaritm 2 asosiga ko'ra 2 ni 5 ni silsam 32 ni beradimi, bermaymi? Logaritm xossasiga ko'ra sonlar oldiga tushadi. Logaritm oldiga tushadi. Tushdi. Logaritm asosida 2012, yana logaritm asosi 5, haligi 5 tushdi oldiga. Mana bu 2 nimani beradi bizga? 1 deb beradi, yozmaymiz. Xo'p, haligi tushgan 5 bu logaritm ko'rsatkichi bo'lib qoldi. Bu narsa nimaga teng bo'ladi? 1 ga. Logaritm ko'rsatkichi 1 bo'lsa nima chiqardi? 0 mana deysiz. Demak, javob 0 ekan. Tushundinglar? Ustoz, men shaqacha keldim, lekin birlik paytda yetib kelmayapti menga 0 liga desa kimdir? 2012 ni yozib oladi. O'sha 1 ni 2012 ni 2021 ni 0-chi desa 1 deb beradimi, bermaydim? Beradi.
haligi 0 oldinga tushadi. Mana bu nimani beradi bizga keyin? 1 ni beradi. Javob nima ekan? 0 shundan kelib chiqqan. Tushunarli? Keyingisi nechini ko'ramiz? 24. 24 da trapetsiyaning diagonallari uning o'rta chizig'ini 3 ta teng bo'lakka ajratishi uchun katta asosining kichik asosi nisbati qanday bo'lishi kerak? Ha. Trapetsiyaning diagonallar o'rta chizig'ini 3 ta teng bo'lakka. Tushunarli? Qaranglar. Trapetsiya bor, ixtiyoriy trapetsiya. Gapni qara. Mana bu birinchi diagonal. Mana bu ikkinchi diagonal. Mana shu diagonallar o'rta chiziqni teng 3 ta bo'lakka bo'lishi uchun deyapti. Asoslari qanaqa o'lchamda bo'lishi kerak? Nisbati deyapti. Tushunyapsizlar? Endi bunday qilamiz. Teng bo'lak ekan, mana bu joyini x desam, mana bu joylar ham x dan bo'lishi aniqmi? Savollar yo'qmi? Keyingi masala diqqat bilan qarab turinglar. Mana sekin berkitaman. O'rta chiziq xususiyati nima? O'rta chiziq yon tomonlarni teng bo'lakka bo'ladi va asosga parallel bo'ladi. Mana bu uchburchakka e'tibor beringlar. Uchburchakni mana bu x, 2x imiz o'rta chizig'i bo'lgan. Nimani desa, mana bu katta asosidan o'rta chizig'i bo'lgan. Mana bu o'rta chiziq 2x bo'lsa, asos kattaroq bo'lardi 2 baravar. Hech x bo'ladi. 4x. Hamma tushundim shu joyga 4x bo'lgan. 2 baravar. Agar mana bu joy 7x bo'lsa, tagi 14x bo'ladi. Ma'qulmi? Endi bu tarafga qaranglar. Mana bu trapetsiyaning kichkina asosi, bu qo'lim bu yoqni berkitaman qaranglar. Mana uchburchakka qaranglar. Mana bu joy o'rta chiziqcha, mana yonlarni teng bo'lakka bo'lyapti. Bu degani mana bu joy x bo'lgan bo'lsa, o'rta chizig'ichi, asoschi 2 baravar 2x bo'lgan. Tushunarli? Bizga savol beryapti. Katta asosini kichik asosiga nisbatini toping. Katta asos 4x mana. Kichik asos 2x bo'lib 1 2 taqsim 1 yoki 2 yu 1 nisbatda deb ham yoziladi. Tushundinglarmi? Mana shuni so'rayapti. Xo'p, keyingisi. Keling. Nechinchisi? Dadajon. 36. 36 da 3 ildizda 20. Kubinchi ildizda 4. 3 butun 3 taqsim 8 ni darajasida 2 taqsim 3 turibdi. O'rta ko'paytiruvmi? Yo, plusmi? Yaxshi ko'rinmayapti. Menimcha ko'paytiruv bo'lsa kerak. 10 darajada 1 taqsim 2. Minus birinchisi. Hisoblang debdi. Qaranglar, buni ishlashni o'quvchi darajaga usta bo'lishi kerak. Oddiy qilib aytganda, duch kelgan ishni qilib ketaver bo'lmaydi. Iloji boricha asosni maydalash kerak, chiroyli narsaga keltirish kerak. Qaranglar. 3 ildizda 20 ni 4 kara 5 dedi. Menimcha hamma tushundi nega unaqa qilganim. 2 chiqarmoqchiman ildizdan. Xo'p, keyingisi. Ichkari mana bu ifoda, qaranglar. 2 ning nimasi bu? Kvadrati bu, to'g'rimi? Mana bu kub ildiz pastga tushadi, 2 tepaga chiqadi. Diqqat, mana bu joyda 2 ning kvadrati bor. Darajalar qanaqa joylashadi desa, ildizni soni tagiga, sonni o'zini darajasi tepaga. Tushundinglar-a? Xo'p, keyingisi. Mana bu qanaqa kasr? Aralash 8 kere 3. 24. Qo'shsam 20. 7 taqsim qaranglar. 8 darajada 2 taqsimda turibdi. Xo'jayinlar qaranglar, mana bu 27 nimani kubi? 3 ta 2chi, 8chi. 2 ni. Bu degani 3 taqsim 2 ni qovus kubi desam, bo'ladimi, bo'lmaydimi o'zi aslida? Kub har biriga kelsin-da, qaytarib beradi. Tashqarida nima bor? 2 taqsim. Bular nima qiladi? 9 taqsim nechi bo'lgan ekan? Mana bu 2 ni o'zi qolib ketyapti. Demak, xulosa, mana bu ko'zimizga yoqmagan xunukroq bir narsa aslida 9 taqsim 4 bo'lgan ekan. Tushundinglarmi yo'qmi? Savollar yo'q-a? Ko'paygan. 10'imizni qaranglar, 10'imizni. Mana bu narsani. 2 kere 5 desa bo'ladimi, bo'lmaydimi? 1 taqsim 2 ham bunga ta'sir qiladi. Tushundinglarmi? Bo'ldi, mana bundan 2 chiqdi, 6 ildizda 5. Ko'paytiruv. Shunga mana shu ko'paytiruvni qo'shuvmiga mana shu joyi. Chunki qovus nega qo'yadi? Ha, darajada minus bor ekan, o'shanga qo'ygan ekan. Bo'ldi, tushunarli. Mana bu ko'paytiruv ekan, bo'ldi. Mana bu ifoda 2 ni 2 taqsim 3-chisi, 3 ta kvadrat 2 ni kvadrati, 2 ni 1 taqsim 2-chisi.
Mana shu ifodachi ildizda 5 degan, to'g'rimi, yo'qmi? 1 taqsim 2. Kimdir aytish mumkin, nimaga faqat bunikini ildiz qo'yapsan? Bunga ham qo'y, bu ham 1 taqsim 2 darajasi. Maqsad kelajakda bu teskari aylanadi, -1 hisobiga ildiz 5 lar qisqarib ketadi. Tushundinglar, a? Bo'ldi. 6 ildizda 5, 2 2lar ketma-ket, qaranglar. 2 ta 2 bo'linsa daraja nima qilinadi? Aylanadi, bunisi nima qilinadi? Mana deysiz, qo'shiladi. 2 ni yozib olamiz. 2 taqsim 3 qo'shuv 1 taqsim 2. Ikkitasini qo'shdim. Pastdagisini nima qilamiz? Darajasini ayiramiz. 2 lardan qutuldik. 3 kvadrati qoldi. Pastda bu yoqda ildizosi 5 turibdi mana. Mana buni shunday hisoblab oraylik, necha chiqadi? 2 mahraj 6 ta bersam bunga 2 ta bunisiga, 3 ta bunisiga 6 ta. 4 7 12 minus 7 dan 12 ketsa 5 taqsim 6 bo'ladimi? 3 kvadrat 9 ildizda 5 daraja minus 1. Ketdik, boshladik. 6 ildizda 5 turibdi. Mana bu daraja qaranglar, hammasiga bitta-bitta keladi xo'jaylar, bittalab. Avval bunga keldi. Minus daraja nima qiladi? Yo'qolib ketadi. Mana bunga keldi 1 taqsim 9. Bunga keldi 1 taqsim ildizda 5. Tushundinglarmi? Bular nima qildi? Ketdi. Mana ikkalasi 3 ga bo'linsa, 3 ta 3 ga bo'lsam 2 ta. Savol 2 ta 2 nima qilyapti? Ko'paysa daraja nima qilinadi? Qo'shiladi. Tagida 3 bor. 6 ta bersam 2 ni 11 taqsim 6-si bo'lingan 3. Buncha bu. To'rtinchi ildiz, mana 4-ildiz ekan, baraka topsin. Men xato ko'chirib qo'yibman do'stlar. 4-ildiz biz mana 4 tushadi pastiga. Qisqarib ketsa 1 taqsim 2 bo'ladimi? 2 tamini ko'paysa nima bo'ladi? Ildiz 2 bo'ladimi? Mana bu do'stlar 2 bo'lgan ekan mana shu joyda. Mana 2 bo'lgan, mana qarang, 2 degan javob chiqqan bo'ladi. Bu 4 bilan qisqarsa tagida nima qoladi faqat? Tushundinglar ma'nosini, tagida 2 qolib ketgan? Xo'p, shunda mana bu 9 taqsim aslida necha bo'lgan? 2 bo'lgan mana. Bitta xato ko'chirish oqibati. Xo'p, 6 ildizda 5. 2 taqsim 9 teskari o'girdim. Teskari o'girdim 1 taqsim ildizda 5. Bular qisqarib ketdi. 3 ga bo'lsam 3 ta, 3 ga bo'lsam 2 ta. 4 taqsim 3 noto'g'ri kasr. 1 butun 1 taqsim 3 degan javob ko'rgandek bo'ldim. B javob. Tushunarli? Mana bu 4-ildiz bo'lgan ekan. Xato ketib qolgan ekanmi? Xo'p, keyingisi qaysi? 28. Ko'rmadikmi shuni? Nodira? Bundan oldingi variantdamidi? Undan keyingi variantlar shu misollar bo'larmidi? Shu 28 a? Xo'p, 3/4 tangens pi x taqsim 12 minus 1 taqsim 2 teng 0 ga. Shu misola eng kichik musbat ildizni toping. Eng yaxshi variant javobdan foydalanish. Tezroq chiqib ketamiz o'shanda biz. Endi ishlayman desam Nodira, buni bu yoqqa olib o'taman. Logaritmik tenglama ishlayman do'stim. Qara, ishlab bera qoling. Logaritm 3/4 tangens pi x taqsim 12 teng 1 taqsim 2 o'ng tarafga o'tdi. Logaritmik tenglamada asosni bu yoqqa bersak, logaritm o'chib ketardi. Tangens x taqsim tangens pi x taqsim 12 teng 3 ni 1 taqsim 2-si bu ildiz 3 degan. Qachon ildiz 3 chiqaradi tangens? Necha gradusda? 60 gradus. 60 gradus pi taqsim 3 plus davri pika tog' funksiya. Butun misol pi ga bo'lib yubordim. 12 mahraj beryapmiz. Nechta yetmayapti bunisiga? 4 ta. Bunisigachi? Nima qoldi? X teng 4 ta o'zi qoldi. Plus 12 ta k qoldi. K qanday sonlar edi? Butun sonlari. K ga birinchi o'rinda masalan 0 tanlasam, xo'jayin, mana bu yo'qolib ketadi, necha chiqadi javobi? 4. Mabodo 1 tanlasam-chi K ga 12 hisoblasam 16. 2 tanlasam 24, javobi 28. Oshib boryaptimi? Eng kichkinasi qachon bo'lgan ekan? 4 da. Bundan oldin ham bordir, lekin u minus bo'ladi-da u. K ga -1 tanlasang, -12 bo'ladi.
ayirsa minus 8 chiqadi, u musbat emas. Tushunarli? Buni variantdan foydalanish ham mumkin. Masalan, A variantga borasan, xo'jayin qara. A da nima turibdi javobda? 2 turibdi. Eng kichkinasi 2 mi ro'yxatda o'zi? Bo'ldi, 2 ni olib borasan. Qo'yasan haligi joyda log asosda 3. Qara, 2 ni qo'ysan, pi taqsim 6 bo'lib qoladi-da bu yoqda. 6 qoladi. Pi taqsim 6 necha gradus? 30. 30 da nima chiqaradi? Jadvalda. 1 taqsim ildizda 3 minus 1 taqsim 2. Xo'p, qara, hisoblaymiz. Mana bu narsa logaritm 3/4. Ildiz degani 1 taqsim 2 degani. Pastdan tepaga olib chiqqanligim uchun mana deysiz, minus qo'yamiz. Bu yoqda qara xo'jayin, bu oldinga tushsa-da, bu yo'qolib ketadi, to'g'rimi? Minus 1 taqsim 2 minus 1 taqsim 2 0 chiqadimi? Yo'q, bizga nima kerak javobi? Mana 0 chiqish kerak-da. Ya'ni mana bu misol ko'chirib yuribman hisoblab. Bundan minus 1 chiqadi hisoblasam hozir. 0 emas. Yani bu javob xato. Keyingisi to'g'ri degan javob qaysi javob turibdi? To'g'ri qo'ydim masalan. To'g'ri olib qo'ysam, pi taqsim 3 qoladi. Bu necha degan? 60. Tangiz 60 da qanaqa javob chiqaradi? Logaritm 3/4 ildiz 3 chiqaradi. Bu narsa xo'jayin 3 ni 1 taqsim nimasi? Bu yoqda minus 1 taqsim 2 turibdi, qarang. Oldiga tushsa 1 taqsim 2 ayru 1 taqsim 2 nima chiqadi? 0. Bizga nima kerak javob? 0 chiqish kerak. Bu javobdan foydalanish deyiladi, tushundingmi? Bo'ldi. Keyinchini ko'ramiz. Xo'p, ishlab kelganlar. 34. Trapetsiyaning diagonallari D1 va D2 ga, balandligi esa h ga teng. Yuzini toping. Zo'r. Yaxshi. Savol quyidagicha 34 da. Trapetsiya ixtiyoriy diagonallari D1, D2 va balandlik h. D1 bor, D2 bor, h bor. Mana shu uchalasi orqali yuzani hisoblab ber deyapti. Yuza nechiga teng bo'ladi deyapti. Xo'p. Menda bir taklif bor. Bu taklif ideya kelmaganini aytilishi kerak aslida. Hozir to'g'ri birdan ideya kelmayapti menga. Keldi ham, masalan qanaqa? Sal cho'ziladi lekin, sezib turibman. Qanaqa ma'noda? Mana bunaqa narsa qaranglar. Mana bu joyga ham balandlik tushsam xo'jayin ikki tarafga ham. Tepa tomonni B desam, kichkina asosini. Parallel tushsam bu yog'i ham B bo'ladimi? Mana bu joyni Y desam, mana bu chekkasi X bo'ladi endi hozir. To'g'rimi? Qaranglar. Mana bu burchakka e'tibor berib turinglar. Yaxshilab qaranglar. Bo'yagan joyim. Qanaqa uchburchak bu? To'g'ri burchakli uchburchak. Xo'p, yozamiz. Mana bu nimaga teng? B plus Y bizga qaranglar. B plus Y ni qovus kvadrati katet teng gipotenuza kvadrati D1 kvadratidan ayiramiz h nimasini? Tushundinglarmi? Endi bu tomondan qaraymiz, qarang. Mana bu tomonga, mana shu burchakka qaranglar. Qo'lim harakatiga. Qanaqa uchburchak bu? To'g'ri burchak. Mana bu joy nima? Katet bu joychi. Bu joy? Ha, bo'ldi. Mana bu B plus X ni qovusda kvadrati teng. Mana bu gipotenuza kvadrati D2 ni kvadrati minus h nimasi? Kvadrati mana. Shunaqa? Xo'p. Sistemani qo'shib yuborsam agar bizda qaranglar. O'zi bizda yuza nimaga teng? Yuza teng to'liq A plus B taqsim 2h degaysizlarmi? Asosimiz nimaga teng? B plus X plus Y, to'g'rimi? Va nima? Taqsim 2 plus B ham bor. Chunki qaranglar. Mana bu to'liq asos va yuqori asos ko'paygan h. Ikkita B, X, Y bo'lib qolar ekan. Xo'p, ikkita B. Sistemani qo'shib yuborsam, plusli bo'yicha ochsam, ko'paytmasi bo'lsa ikkalasini. Xo'p, ko'paytmaga nima qo'ya olamiz? B plus Y ko'paytmasiga 90 XY. Xo'p, bunday qilaylik. Sistemani ochib chiqib qo'shib yuborsam, foydasi shudir, qo'shib yuborsam, B plus Y ni qovusda kvadrati plus B plus Y ni qovusda kvadrati teng D1 kvadrat plus D2 kvadrat minus 2 h kvadrat bo'lar ekan. Xo'p, keyin mana bu misolni A kvadrat plus B kvadrat deb o'ylaydigan bo'lsam va uni pluslik bo'yicha ochsam, mana A plus
b qovusda kvadrat. Mana bu o'rtasi plus bo'ldi. Minus 2 b plus y b plus x teng d1 kvadrat plus d2 kvadrat minus 2 h kvadrat. Mana bu misol qaranglar-da, 2 b x y mana bu narsani beradi. Tepasimizga qaranglar. Ko'ryapsizlar-a? O'rniga barib qo'ysa bo'ladi, lekin mana bu narsani bog'lashim kerak ekan. X plus y-larimizni nima qilsak bo'ladi? Buni ochib chiqqanim bilan hech narsani bermaydi. Hozircha ko'paytmalar bo'lib qoladi. Xo'p, b x plus y. Mana bu joy nimaga teng? Bu joy bunga teng. B plus x bunga teng. Isbotlab qo'yaman shekilli. A ni kvadrati to'liq a imizni kvadrati. Yo'q, a emas, qanaqadir. Bizda qanaqadir mana buni m desam agar m ni kvadrati minus 2 b plus y ildiz ostida d1 kvadrat minus h kvadrat ildiz ostida d2 kvadrat minus h kvadrat d1 kvadrat plus d2 kvadrat minus 2h kvadrat. Xo'p, m kvadrat teng bu yoqqa olib o'tsam agar d1 kvadrat plus d2 kvadrat minus 2h kvadrat plus 2 ildizda mana shu ikkalasi. Xo'p, buni bu yoqqa olib borib katta ildizli bo'lib ketadi. Bu yoqqa olib borsam hammasida bir hashlik bo'ldi. Lekin buncha xunuk bo'lib ketdi. Javoblar qanaqa o'zi? Chiroylimi? Ha, xunukkina ekan o'zi. Xunukkina ekan. Xo'p, bunday qilaylik. Boshqacharoq taklif qilamiz. Boshqacha ideya qilamiz. Lekin to'g'ri ish boshlagandik aslida. Mana bu harakat to'g'ri qilgandik. Mana bu joy d1 desam, mana bu joyda h desam, mana bu qismi x deb turaylik mana shu joyni. Yozaman. X kvadrat teng gipotenuza kvadratidan ayiramiz h kvadrat. Xo'p, mana bu qismini y desam, bu tarafdan desam. Xo'p. Shunda x teng nimaga bo'ladi? X teng ildizda d1 kvadrat minus h kvadrat ekan. Bu joy y desam agar, bunaqasiga olib kelsam agar, mana bu balaligim h ga teng, mana bu d2 ga teng. Xo'p, y kvadrat teng d2 gipotenuza kvadratdan ayiramiz h kvadratini, y teng ildiz ostida d2 ni kvadrat minus h1 ni kvadrat. Endi asosiy masala. Ikkita kesma ustma-ust tushib qolganda qaranglar, bunaqa narsa. Mana bunaqa. Tasavvur qilinglar, mana bu bitta kesma, bu bitta kesma. Endi mana shu kesma uzunligi 10 bo'lsa, bu ham 10 bo'lsa, to'liq yonma-yon kelsa 20 bo'ladi-da bu. Lekin bunday tursa 20 deyish to'g'rimi? Yo'q, chunki mana bu o'rta ikkalasi kesishgan joy ortiqcha, oshiqcha joy. To'g'rimi yo'q? Shuning uchun men nima deyman? Mana bu ortiqcha joyini bitta qavatini sindirsam, haligi tepasi bo'sh qolib ketadi-da, keyin tepani pastga tushirib qo'ysam, haligi to'ladi. Tushundinglar ma'nosini? Mana bu ikki qavat joyda bir qavat kesilishi kerak. Ikkalasini kessam, ora bo'sh qolib ketadi. Tushunyapsizlar? Shuning uchun nima demoqchiman? Mana bu joy b bo'lsa, parallel kelsa, mana bu joy b bo'lgan bo'lsa, x ga y ni qo'shsam, ortiqchami, ortiqcha emasmi? Ortiqcha nimani olib tashish kerak? Bir qavat b ni. Tushundinglarmi yo'qmi? Ya'ni mana bu joy, mana qaranglar, mana bu y kesmasi, bu x kesmasi. Ikkalasi ustma-ust mana bu yerda qalin bo'lib qolgan joyda, shuni bir qavatini olib tashlash kerak. O'sha bir qavat o'lcham uzunligi qanchasi? Tepadagi bilan bir xil, parallel kelyapti, qaranglar. B. Bu degan tagi to'liq a mi shunda bizda to'liq hammasi a ni berish kerak asosni. Demak, x plus y teng a plus nimaga? Bu yoqqa o'tsam b ga. Demak, 100 a plus b taqsim 2h deylarmi sizlar bilan? Savol: a plus b nimaga teng? X plus y. Taqsim 2 ko'paytirib h, tushundinglarmi? X nimaga teng? Ildiz ostida plus y imiz ildiz ostida, to'g'rimi? Mana shunaqami?
Mana bu h taqsim 2h tagiga boryapti. Ildiz ostidagisi d1 ni kvadrati minus h ni kvadrati, d2 ni kvadrati minus h ni kvadrat degan formula bo'lib qolar ekan. Tushundinglar-a? Tezroq yo'li shu ekan mana. Javob chiqdi endi. Xo'p, bitta ish qilaylik sizlar bilan. O'sha gap o'quvchiga bu fikr kelishiga sal ishonmayman. Sal. Kimdir ishlay oladi masalan, balkim, lekin men shaxsiy fikrim biroz qiynaladi. Boshqacharoq bir yo'l beraman sizlarga. Boshqacharoq. Ideya keladigan xudo xolisa. Ana boshida bir o'yladim-ku, ana ideya kelmay qolsa o'sha ishni qilardim dedim-ku, lekin bitta ishlab ko'ray dedim. Ishlab ko'rdim amallab. Endi o'sha ideyani qilib ko'raman. Ya'ni, oddiy qilib aytganda, eplolmading, nima ish qilsa bo'ladi. Qanday tavakkal qilish mumkin yoki biz tilda aytganda? Qog'oz ko'rmasdan gapirish shunaqada. Xo'p. O'zimiz son tanlaymiz. O'zimiz son tanlaymiz. Qaranglar. Trapetsiya bo'lsin. Xo'p, qaranglar. Mana bu diagonal-ku, mana bu balandlik-ku. O'zim ataylab Pifagor sonlari qilib tanlayapman. Diqqat qilinglar. Mana bu joy 4, mana bu joy 5, mana bu yerda 3 bo'lgan ekan. Tushundinglar ma'nosini? Ana D1 ham o'sha 5ligini tushunyapman, balandligim 4 ekan. Endi yana nima kerak menga? D2 ham kerak. To'g'rimi yo'qmi? Necha bo'lganligi? Ketdik. Mana D2 tushiryapman. Mana bu joy 4 do'stim. Mana bu joy 4 keting. O'zim bunday kesma tushiryapman bunaqasiga. Mana bu 4 bilan kombinatsiya bilan son tanlayapman, qaranglar. Mana bu tagi 3 midi? Xo'p. 4 bir narsa D2. D2 bitta sonda. Masalan deylik, D2miz misol uchun deylik 6 ga teng, masalan. Mana bu joy topishni nima ish qilamiz sizlar bilan? Ya'ni bu joy topish mana buni kvadrati 36. Xo'p. Minus mana bu kat etdiki 16 teng 20 chiqadimi kvadrat? Mana bu ildiz 20 bo'lgan ekan. Shunaqangi son tanli 4 ayrilganda chiroyli javob chiqsa, necha bo'lishi mumkin? Yo'q, kelmas ekan. Xo'p, xullas 20. Mana bu joy 20 bo'lgan ekan. 20 degani 2 ildiz 5 bo'lgan ekan, mana. Mana bu joy. Endi qaranglar. Shunchaki fikr qilaylik. Mana bu joy B bo'lsa asosi, mana bu to'g'ri kelsa, bu joy ham B bo'lsa, mana bu joy 2 minus 2 ildizda 5 minus B bo'ladimi, qaranglarchi. Mana qaranglar, mana bu joyimiz общий 2 ildiz 5 midi? B ni olib tashlasa mana bu joy 2 minus ildiz 5. Mana bu joy nimaga teng bo'lgan? Общий 3 bo'lsa agar, B ni olib tashlasam 3 minus B. Bo'ldi. Shunda hammasini qo'shsak, mana bilan ketma-ket qo'shsak, mana buni bunga qo'shsam 3 o'zi qolar ekan. 3 minus B qo'shilgan, mana bu B qo'shilgan 2 ildizda 5 minus B. Mana shu to'liq asos do'stim. Yuqori asos plus B, mana qaranglar. Mana bu hammasi asosimiz, to'liq A asosimiz. Taqsim 2 ko'paytirib h dirmidagi yuzni topish uchun. Bular ketdi, B'lar ham ketdi. 3 plus 2 ildizda 5 taqsim 2. H ga necha olgandik biz? 4. Qisqarib ketsa 2. 2 ni ko'paytirsam 6 plus 4 ildizda 5. Ma'nosi. Boyasan D1 ga nima olganding? Deylik 5. D2 ga nima olganding boya? Deylik 6. H ga necha tanlading? 4. Nima chiqdi? Mana bu javob chiqdi yuzi. Variantga borasizlar, aynan shu savollarni qo'ygan paytinglarda javob shunaqa chiqishi kerak. Bana ayniyat emas bu ABC misollarimiz A ga 1, B ga 2, C ga 3 tanlab 10 chiqaramanda variantga borib 10 ni kuta olmayman. Sizlarga savol, mana bunaqa son tanlab qo'yib javobga borsam, javoblar nima chiqishi kerak? Bilmaysizlar. Bilmaysizlar nima chiqish. Masalan, o'z mana bunaqa ish qilmasanglar. Masalan, shunaqa D ga nima tanlaysiz? 5 dedi. Unda 6, 4 tanlaymiz ustoz dedi haligi bola. Olib bordi. A javob 50 chiqaryapti. B javob 60, 70, 80 degan javoblar. Qaysini tanlaysan? Hayron o'zi ham. Xulosa, mana shu o'lchamdagi sonlar orqali yuzani topib ol avval. Mana chiqdi yuza. Javob ham shu chiqishi kerak ekan. Tushundinglar-a? Demak, mana shunaqa ishlab ko'rsa ham bo'ladi. Endi yana bir taklif berishim mumkin. Masalan. Berolmas ekanman. Sababini aytay. Shu variantlardan qanaqadir foydalanish yo'llarini aytmoqchi edim. Javoblar ham qanaqadir 50-50 qilib berilganda, mavhum qilib berilganda, shuning uchun bir taklif bera olmayman sizlarga hozir. Bo'ladi. Yana qaysi misol ko'ramiz? Aytavering, bemalol. Dostkan o'chirib keyingisini yozaveramiz. Dadajon qaysi?
Zarina. Keyingi variantga o'tamiz. Bo'ladi.